Assalomu alaykum. Demak, bugun HTML CSS darsligimizning 3-darsiga yetib keldik. Bugun SEO uchun muhim bo'lgan taglar va o'tgan darsdagi span va taglarni takrorlab o'tamiz. Demak, o'sha HTML CSS darsimizni papkasini ochib olamiz. Demak, yangi papka ochib olamiz. Va ichiga index.html deb yozamiz. Ya'ni fayl yaratamiz. Mana yaratdik. Demak, kalkalni hosil qilib olamiz. Unda tegib bo'ladi. Va title'ga HTML CSS o'rganish uchinchilar deb yozib qo'yamiz. Demak, bugun B tagi va yana I tagi, strong tagi, bularni qo'shib hammasini kerak bo'ladi. Strong tagi va taglari span ham takrorlab o'tamiz. Demak, B tagi biz matnlarni bold qilib yozishda ishlatamiz. Mana hozir ko'ramiz. Hozir da bold tagi bilan salom dunyo deymiz va buni go live'ni bosib narsa o'rnatib olmagan bo'lsangiz, bu yerda extensions bo'limidan live serverni o'rnatib olishni maslahat beraman. Mana bu yerda siz o'rnatib olsangiz, sahifani ochishda qiynalmaysiz. Demak, biz boldda yozdik H1ni va go live'ga bosamiz. Brauzerda ko'rish uchun va buni boldda yozib berdi, ya'ni qalin. Hozir demak, boldni o'chirib ko'ramiz. Mana oddiy tagga bilan qoldim. Bunday qilsak, biz buni H1 ichida emas, o'zini ichida yozib ko'ramiz. O'xshaymikan? Bold tagida yozsak kichkina bo'lib qoldi, lekin bu bold unchalik nima qilmaydi, unchalik bold qilmaydi. Shunchaki H1 bold salom. Bu shunchaki matnni sal yo'g'onroq, ya'ni qalinroq qilish uchun ishlatiladi. Bu unchalik semantik tag emas. Va keyingisi italic tagi. Hozir salom dunyo deb yozib beramiz. Mana kishaygan matn bo'ldi. Lekin buni hozir H1 ichiga yozib qo'ysak, sal kattaroq bo'lar edi. Mana bu oddiy bold yozilgan, bu esa italic, ya'ni I tagida yozilgan matndir. Bu yerda ko'rib turganingizdek, sal
og'irroq turibdi. Bu esa sal qalinroq bo'lib qolgan. Va bundan keyin davom ettiramiz. Mark degani ham o'rganishimiz kerak bugun. Bu ham muhim. Yana ba'zi taglar bor edi. Mark deb yozamiz va salom dunyo. Bu mark tagi ustidan sariq line, ya'ni chizikni bo'yab beradi bizga. Market text bo'ladi. Biz mark tagi bilan ishlatsak, biror bir matnni market text hisoblanadi. Demak, keyingisi span yozamiz. Span va yana salom dunyo. Bu oddiy span bo'ldi. Buni H1da yozib ko'ramiz. Mana oddiy yozuv bo'ldi. Span tagi bilan ishlatganimizda. Va yana a tagini ishlatamiz. Bu span bilan a tagi inline element hisoblanadi. Inline element aslida boshqa darslarda gaplashib o'tamiz. Demak, a tagi, ya'ni giper havola tagini ishlatib ko'ramiz hozir. A tagi ichida href, ya'ni href bo'ladi. Va ichiga link yozamiz, masalan google.com. Va bu yerga yozuv yoziladi oddiy. Bu yerga esa bu qayerga olib borishi yoziladi, ya'ni link yoziladi. Masalan, Google ning linkini yozdik, bu yerga Google deb yozib qo'yishimiz kerak. Muhim. Mana Google ustiga bossak, google.com hozir ishlamadi, chunki xatolar yozdik. Mana bunday tarzda yozish kerak edi. https google.com. Demak, bossak, mana ishladi. https yozish muhimroq. Demak, biz shunaqa taglarni o'tdik hozir va yana keyingi darslarda biz shular asosida bir kichikroq loyiha ishlashga harakat qilamiz. Ungacha siz bu o'tgan darslarimizni mustahkamlang. Bu borada sizga omad tilayman va bugungi darsimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.